Yoqimli fursatlarni, mehringizdan-da qaynoq kunlarni boshlab mamlakatimizga nihoyat yoz kirib keldi. Assalomu alaykum azizlar. Xayrli kun. Bugun yangi O'zbekistonda musiqa va san'at yo'nalishida ham o'zining iqtidorini namoyon etib kelayotgan navqiron avlod vakillari bor. Bu borada esa ularning ustozlari mehnatini ham yoddan chiqarmasligimiz kerak. Azizlar, bugun dasturimizda bu borada alohida so'z yuritishni maqsad qilganmiz va ko'rsatuvimizga aziz bir insonni mehmon sifatida taklif etganmiz. Ular birinchi bor xayrli kunda ishtirok etayotganlari yo'q. Ko'rsatuvimizning doimiy hamkorlaridan, doimiy mehmonlaridan biri. Men ularni sizga yana bir bor tanishtirib o'tishni istardim. Ko'rsatuvimizning aziz mehmoni Bayramona sonimizda, demak, Oltiariq tumanidagi 12-maktabning musiqa fani o'qituvchisi, bastakor, xalq ta'limi a'lochisi Kozimjon Rahimov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Yozning ilk kuni muborak bo'lsin, bayram muborak bo'lsin. O'zlariga ham muborak bo'lsin. Taklifni eshitib juda xursand bo'ldim. Men bitta narsadan xursandman. Har bir bayramlarda, ayniqsa bolajonlarni bayramlarida shu sizlardan menga bo'lgan qandaydir ishonchlaringni oqlashga harakat qilib, mana o'sha takliflar uchun juda xursand bo'laman. Buning uchun shu ko'rsatuvni boshida aytib qo'ya qolay. Rahbariyatga, xodimlarga o'z minnatdorchiligimni o'zim nomimdan, qolaversa shu beg'ubor bolajonlar nomidan va ularning ota-onalari nomidan minnatdorchilik bildiraman. Salomat bo'ling. Rahmat aytamiz. O'zi har 1-iyunda siz bilan uchrashish yaxshi bir an'ana bo'lib qolgan. Buni doimiy uyushtirmaymiz, qandaydir bir to'g'ri kelib qoladi. Chunki bolalar olamiga juda ham yaqinsiz, Kozimjon aka. Mana ko'pincha xayrli kun dasturida ham bolalar bilan birga tayyorlagan premyeralaringizni taqdim etgansiz. O'zi keling bugun bir bolalar haqida gaplashsak-da, bugun bolalarni himoya qilish haqida gapiryapmiz. Aslida dunyoda aytib o'tganimdek, hamma bola ham himoyada emas, lekin O'zbekistonning tajribasini ommalashtirsa arziydi bu borada. Himoya masalasida. Juda to'g'ri, o'rinli savol berdingiz. Buni endi so'z bilan menimcha ifoda qilish juda ko'p vaqt talab qiladi. Shunday ijtimoiy tarmoqlarda yoki mana televideniya orqali ko'rsak ham O'zbekistonimiz juda go'zal, bolalar uchun ayniqsa. Qolaversa, mana bu xalqaro 1-iyun kuni nafaqat bolajonlar, balki bu o'zimiz kattalarni ham bayramimizga aylanib ketadi. Bundan endi juda xursandmiz. Qolaversa, jonajon vatanimizda ayniqsa hozir muhtaram prezidentimizning yoshlarga, farzandlarimizga qaratilayotgan e'tiborlari juda cheksiz. Mana kuni kecha video selektorda ham ta'kidlab o'tdilar. Shu ta'til kunida ham shu aziz farzandlarim shu bekor qolmasin, shu vaqtlari mazmunli o'tsin deb, ayniqsa mana bu musiqa sohasiga ham alohida e'tibor qaratishdi. Biz hozirdan harakatni boshladik. O'sha ta'til davrida bolajonlarga alohida bir dastur ishlab chiqib, ular bilan yangidan yangi qo'shiqlar kuylash rejalashtiryapmiz. Ularni mana sizlar bilan hamkorlik qilish, qolaversa ularni bir sayohatlarga olib chiqib, ularni shu bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazsakda, shu mana shu vatanimizga bo'lgan mehr muhabbatlarini musiqa orqali ozgina bo'lsa-da singdirsak, biz ustozlar bundan juda xursandmiz. Kozimjon aka, mana yaqindagina umumta'lim maktablarimiz yana bir o'quv yilini yakunladi. Tabiiyki, mana o'zingiz faoliyat ko'rsatayotgan maktabda ham o'zingiz tarbiyalagan mana shu bir san'at jamoasi sifatida shakllangan yoshlaringizni katta hayotga kuzatdingiz. Menimcha ham quvondingiz, ham yana bir yangi mas'uliyat, yangi jamoalarni shakllantirish kerak endi. Albatta, 2018-yil bu endi tarixga aylandi. Mana shu Farg'ona viloyat teleradio kompaniyasi bilan ilk marotaba men ustozlar haqida qo'shiq kuylaganman va zamonaviy yoshlarimiz degan xor jamoasini tuzganmiz. Mana o'sha xor jamoam bitta sinfdan olingan. Mana hozir bu yil 11-B sinfni bitirishdi ular. Ularda birinchi qaldirg'och sifatida men uchirdim. Hozirgi kunda esa ikkinchi shu jamoani shakllantirdim. Mana o'sha akalari, opalari orqasida bu ikkinchi jamoam ham ulardan qolishmaydigan darajada. Men shu fursatdan foydalanib shu 12-maktabdagi 11-B sinf bitiruvchilari, o'sha zamonaviy yoshlarimiz xor jamoamni bugungi bayram bilan ularni alohida tabriklayman.
biz ham fikrlaringizga qo'shilamiz. Mana boya aytdik Kozimjon aka, har bittamiz bolalik davrini boshdan kechiramizda. Bolalikda eshitgan qo'shig'ingizni eslaysizmi? Eng yoqimli qo'shiq qaysi edi? Mana shu bir sizni san'atga ruhlantirgan. Men bolalikda juda ko'plab qo'shiqlar eshitganman. Mana yaqinda olamdan o'tishdi ustozimiz Nadim Norxo'jayevning tipratikan qo'shiqlari bo'lardi maktab davrida, juda ajoyib. Men bitta narsadan xursandman, o'sha kompozitor ustozimiz bilan telefon orqali bo'lsa-da, ular bilan gaplashishga muyassar bo'ldim. Ko'plab kompozitorlarning qo'shiqlari esimda va ularga taqlid qilib, ularda o'sha bolalar uchun yozgan qo'shiqlaridan men ham ilhomlanib, hozirgi kunda bir qator ancha qo'shiqlarni yaratdim. Endi Kozimjon aka, mana siz tinglagan qo'shiqlar endi tarixga keldi. Endi siz yozgan qo'shiqlarni bugungi avlod uchun ham bir ularni bolaligini bir qismiga aylanyapti-da. Mana o'zimiz ham mana musiqa haqida so'zlashyapmiz. Shermat Yormatov rahbarligidagi Bulbulcha raqs qo'shiq ansambli mana tinglardik zavq olib. Umuman musiqa san'atni mana shu bolaligimizni shakllanishida, to'g'ri shakllanishida ahamiyati katta. Shuning uchun ham mana o'ylaymanki, navbatda yana yangi jamoani shakllantiryapsiz. Endi shakllantirgandan keyin ham bolalar yaxshi tez yodlab oladigan, ular qiynalmaydigan bir so'zlardan tuzilish kerak qo'shiqlar. Siz bunga jiddiy e'tibor berasiz shoirlar bilan ishlashda. Albatta, albatta Madaminjon, o'sha mening yangi yaratilayotgan hozirgi qo'shiqlarim o'sha bolalardan tajriba sinovidan o'tkazilib, keyin ommaga taqdim etamiz dialog sifatida. Ya'ni lapar desak ham bo'ladi. Bu ustoz shogird bir-birlari bilan savol-javob orqali kuylanadigan qo'shiqlar. Qolaversa o'sha shoirlar dedingiz, mana ustozimiz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, Farg'ona davlat universiteti professori Sidiqjon Mo'minov ustoz, juda ajoyib qalamlari bor, o'tkir, juda doimiy hamkorsiz. Doimiy hamkorman ustoz bilan. Qolaversa oxiratlari obod bo'lsin, bolalarning yana sevimli bastakor va shoiri ham bizga ustoz, ham yaqin bir qadrdonimiz Ma'rifjon Yunusov. Ularni she'rlariga murojaat qilganman. Yana bir ustozimiz o'tib ketishgan namanganlik Mahmudjon Dadaboyev. Ular ham juda she'rlari chiroyli, bolalar uchun haqqoniy o'sha siz aytmoqchi bolalikda o'zini tasvirlab beradigan she'rlarni yozishadi. O'shalar ustozlar bilan hamkorligimiz zoya ketmadi. Mana bolajonlar nafaqat tuman viloyatimizda, balki butun respublikamiz bo'ylab qo'shiqlarimiz shu ijtimoiy tarmoqlarga joylangan va ko'plab minnatdorchiliklar, qo'ng'iroqlar bo'ladi. Qo'shiqlarimiz to'g'risida savol-javoblar, iliq fikrlar bo'ladi. Biz bundan juda xursandmiz. Rahmat Kozimjon aka. Mana Xayrli kun dasturini avvalgi yillarida efirga uzatilgan 1-iyun sonlarida doim premyeralaringizga o'rganib qolganmiz. Mana muxlislarimiz ko'p yozishgan, o'zimiz ham eslaymiz. Egizaklar ijrosidagi Fotima Zuhralar qo'shig'i, undan keyin ham yana bir necha qo'shiqlarni, Yangi O'zbekiston. Menimcha bu galgi bayramga ham quruq kelmagansiz. Mana studiyamizni orqa pavilyonida ustozni shogirdlari, o'quvchilari ham birga kelishgan. Nega ularni studiyaga taklif eta olmadik, lekin ulardan yangi bir ijro tinglaymiz. Mana shu yangi ijro haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat. Bu endi zamonaviy yoshlarimiz deb men alohida shu ustozimiz Ma'rifjon Yunusovga iltimos bilan chiqqanman. Shunday she'r yozib beringki, hozirgi yoshlarga mos. Yoshlar yangi zamonda mazza qilib kuylasin. Shu ilmga, ota-onaga, vatanga bo'lgan muhabbatini qo'shiq bilan ifoda etaylik deb dialog sifatida uni ham she'rni juda chiroyli yozib berishdi. Biz yangi shogirdlar bilan kuyladik, unga musiqa bastaladim. Haligi ruschasiga aytganda aranjirovka deydi. Ovoz yozish studiyalarida yozdik. Agar mumkin bo'lsa, mana hozir premyera sifatida zamonaviy yoshlarimiz Ma'rifjon Yunusov she'ri mening musiqam bilan shogirdlar bilan ijro etib bersak. Albatta tinglaymiz. Bugungi mana shu go'zal qo'shiq bizni bolajonlarimizga, farg'onalik bolajonlarga, umuman O'zbekistonda barcha bir o'g'il qizlariga sovg'a bo'ladi. Menimcha ularni ota-onalarini ham xursand qiladi. Undan avval Kozimjon aka aytish kerak, mana
to studiyaga kelgunimcha mana erta tongdan ota-onalar bolalarini xursand qilgani, mana istirohat bog'lariga olib chiqishgan. Bugun qisqasi mamlakatimiz bo'ylab bayram. Bolalarni hamma kattalar xursand qilish harakatida. Mana bugun siz ham xursand qilasiz qo'shiqlar bilan. Undan avval endi suhbatimizni yakunida hozir rejalashtirib qo'yganmiz mana shu qo'shiqni efirga uzatishni. Bir tilaklaringiz bo'lsa, chunki sizni juda ko'p o'quvchilaringiz kuzatadi. Siz bilan birga ishlayotgan ota-onalar, albatta ularga bag'ishlangan bir so'zlaringiz bo'lsa aytib o'tishingiz mumkin. Shu fursatdan foydalanib, viloyatimizdagi, butun O'zbekistonimizdagi barcha bolajonlarni bugungi bayramlari bilan tabriklayman. Yaxshi o'qinglar, kelajakda vatanimizni rivojiga hissa qo'shadigan insonlar bo'linglar. Ota-onalardan iltimosim shuki, farzandlaringni o'qitinglar, befarq bo'lmanglar. Aziz bolajonlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Yangi qo'shig'imiz sizlar uchun. Rahmat. Yaxshi niyatlar o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Mana shu bolalarni tarbiyalash yo'lida sizni kuch-g'ayrat, sihat, salomatlik tark etmasin. Shu o'quvchilaringiz orasidan xalqimizning yetuk san'atkorlari yetishib chiqishini tilab qolamiz. Yana bir bor ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Qadrli muxlislar, xayrli kun dasturining bugungi bayramona sonida Oltiariq tumanidagi 12-maktabning musiqa fani o'qituvchisi, bastakor, xalq ta'limi a'lochisi Kozimjon Rahimov mehmonda bo'ldilar. Demak, ustozning shogirdlari ijrosidagi go'zal qo'shiqni birga tinglaymiz. Ma'rufjon Yunusov so'zi, Kozimjon Rahimov musiqasi. Tinglab zavq oling. Oldinda qiziqarli lavhalarimiz sizni kutmoqda. Yurtimda yoz. Avaylang tinch zamonni, gezing bog'u chamanni, qadrlang hur vatanni, zamonaviy yoshlarsiz. Qadrlang hur vatanni, zamonaviy yoshlarsiz. Qizlarsiz, o'g'illarsiz, zamonaviy yoshlarsiz. Zamonaviy yoshlarsiz.